Qul alayhi salatu vesselam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. İnna Allah Teala tecavüze li an ummetil khata'a ve nisyan ve mastukrihu aleyh. Haqiqatda Allah benim ümmetime yalg'ishlikni, unutuluvni ham mecbur etilgan narsalarni g'afo etdi. Agar kishi bir narsani unutar ekan, ya'ni yolg'ishib niyat qilmisha, yolg'ishibgina biror gunoh ishlar ekan, Alloh bu narsani afv etacak inshaalloh. Ham shuloq agar biror kishini majbur etalar ekan narsalar ishlarga, ham aning bu narsani ishlarga tilagi bo'lmadi, uni majbur etdilar. Shuloq inshaalloh Alloh aning uchun afv etacak. Bu hadisdan biz ko'ramiz, Alloh afv etadi. Narsa uchun, yolg'ishlik uchun, unutuluv uchun, ham majbur etilgan uchun. Kishilar afv etadimi? Kishilar afv etadimi? Agar birisi yolg'ishib, masalan, xotini bo'lsin, ya'ni eri bo'lsin, bolasi bo'lsin, yolg'ishib bir narsa ishlasa, kishilar afv etadimi? Yo'q. Aslida kishilar afv etmaydi. Alloh afv etadi, kishilar afv etmaydi. Afv et, senda afv etilarsan. Afv et, senda afv etilarsan. Ham marhamatli bo'l, senda marhamatlilikka erishirsan.